Davleniya bilan ayağım og'rigan edi, ayağım og'rib bilan kelgandim. Pay uzilgandi edi. Operatsiya qilishdi, qildirmadim. Mana Xudoga shukrki, mana shu yerda dorilar ichib, doktorlardan ichdim, kremlardan surkadim, hammasidan qilib. Mana hozir Allohga shukr, oyoqlar yaxshi, qo'ltiqda yurardim. Hassada yurdim. Ya hassan tashab endi hozir mana bemalol namozga yurib, hamma ishni qilyapman hozir. Xudoga shukr. Doktorlar cho'lar mana hamma ichsin ekan, mana men mahalan 3 mahal ichaman, 3 mahal. Yaxshi bo'lib ketdim, Xudoga shukr. Shu Mirzo Ahmad Dehqon nomida jamoat xo'jaligidan To'qatepa qishlog'ida yashayman. Ismim Aliyib Abdullajon. Davleniya bilan ayog'im og'rigan edi, oyoq og'rib bilan kelgandim. Pay uzilgandi edi. Operatsiya qilishdi, qildirmadim. Mana Xudoga shukrki, mana shu yerda dorilar ichib, doktorlardan ichdim, kremlardan surkadim, hammasidan qilib. Mana hozir Allohga shukr, oyoqlar yaxshi, qo'ltiqda yurardim. Hassada yurdim. Ya hassan tashab endi hozir mana bemalol namozga yurib, hamma ishni qilyapman hozir. Xudoga shukr. Endi anchalik kasalliklar yo'q qildi hozir. Agarlar ishlarni qilyapman men ishlarni. Nima ishlar qilyapman hozir? Shamollash bor edi, shamollash yo'qolib ketdi, Xudoga shukr. Davleniya chiqmay qoldi. Shunaqangi. Bosh og'riq endi unaqa narsa bo'lmagan ham endi. Hamma huzur hozir. Yaxshiman, Xudoga shukr. Albatta xursandmiz. Mana tugab qoluvdi, bugun hozir eshitib qoldim. Yugurib keldim, dada olib ketay dedim. Kuniga ichaman-da, 3 mahal ichaman. Doktorlar cho'lar mana hamma ichsin ekan, mana men mahalan 3 mahal ichaman, 3 mahal. 3 mahal ichaman. Yaxshi bo'lib ketdim, Xudoga shukr. Yaxshi choy ekan, zo'r ekan ammo.